Assalomu alaykum hurmatli Kerbek kanali obunachilari va kuzatib boruvchilar. Bir obunachimizdan bir donish bir iltimos etdi, ishini qo'yib bering deb. Bu bizimiz yig'izdan rozmet ekan, chemlaladan o'sha akkumulyator olgan ekan bular. Bu elektromobillar akkumulyatori bu. Kimdir birov katta ilot kerak etib qarab birgan odam bordir. Eğer şunu kime gerek olsa şunu dogovorlashib olishlarimiz mumkin. Kelishilgan holda şu ekrandagi telefona urasalar, bizamiz yig'izdan bu, u qurilishgandan bular. Şunu qo'yib bering kanalini sataverdi. Kimdir birov qarab birgan. Şimdi şu videoni ko'rganlar iltimos kim massaga tashab qo'yinglar shuni. Mana beni tarqatsınlar, gerek adam bo'lsa alsın ishlasin. Kelishilgan holda kelishib beramiz dedilar. Prosta bu alğanlardan indi oylanıp satacaq oldular bunu. Bunlar bir dana gerek ekan. Bunlar bu kempilik alıp berganlar. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun.